O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy rasxat bo'yicha WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan o'rtoqlar. Kelinglar, bugun kartamning savoli iyun oyida aqlingizdagi insoningiz sizga taklif qiladimi? Ya'ni parachkalarda, bu hayotida kimdir bo'lsa taklif bo'ladimi? Turmushga chiqishmi yokida birga yashash yokida oila qurish va hokazo. Hayotida hech kim yo'qlar parachka topadimi iyun oyida? Bu kartam duxovniy karta, с духами общаться qiladigan karta. Hozir aqlimga kelmayapti o'zbekchada nima edi, xullas. Tak, tushundinglar degan umiddaman. Juda ham katta bu. Qo'limdan ham biroz katta. Tak, o'rtoqlar, bu safar o'zingizni ismingizni aytasiz yoshingizni, tug'ilgan yilingizni aytasiz. Tak, ketdik o'rtoqlar. Qisqa va lo'nda bo'ladi, chunki konkretni savol bo'lyapti. Iyun oyida oila qurish bo'ladimi? Birinchi kartani parachkalarga tashlayman. Ikkinchi kartani parachkasi yo'qlarga. Iyun oyida parachka topiladimi? Hayotingizga birisi kirib keladimi ya'ni? Tak. O'zi bu kartaning bittasi ham yetadi, chunki bu duxovniy kartada juda katta ma'no, smysllar bo'ladi. Tak, ketdik o'rtoqlar. Bunday qilaydi, ko'rinsin. Tak, birinchisi bu bo'ladimi, yo'qmi? Iyun oyida parachkalarga taklif kelyapti. Taklif bo'ladi aqlingizdagi insoningiz bilan, yokida taklif yokida birga yashash bo'ladi. Endi ikkinchisi, buni olib tashlaydi. Endi bu parachkasi yo'qlar. Tak, отношения bo'ladimi? Ya'ni отношения topasizlarmi, yo'qmi iyun oyida? Ko'proq yo'q chiqyapti. Duxovniy kartadan maslahat ham kelyapti. Iyun oyida agar bir joyda ishlasangiz, ish joyingizni alishtiring, yokida biror bir joyda o'qisangiz, o'qishingizni ma'lum muddatga bir boshqa zanatiya bilan shug'ullaning deyapti. Biror bir hunarmi yokida biror bir hobbimi qilishingiz kerak deyapti. Ana o'shanda o'sha joyingizni o'zgartirganingizda hayotingizga bir inson kirib kelishi mumkin deyapti. Lekin aslida